Musaffo osmonimizda oy bo'lsin, har inson moli dunyo go'zallikka boy bo'lsin. Oshiq sevishganlar bir-biriga yetaversin, uyingizda hamisha to'y bo'lsin. Qarang qanday go'zal bu oqshom, qarang qanday go'zal bu oqshom. Ushbu shodiyonaga keldi barcha mehmon, mehmonlar qadamlariga poyandozlar to'shadik. Assalom deya so'zimizni boshladik. Assalomu alaykum. Uzoqqa yaqinlardan tashrif bergan mehmon va mezbonlar, mana shu bugungi yig'ilishimizning sababchisi Qilichevlar xonadonida katta to'y va katta tantana bo'lib o'tmoqda ekan. Buning sababchilari Kiyotura akamiz Muhammadjonning sevikli yori, bir umrga vafodori kelin singlimiz Tojinsaxon. Men bu ekelashga o'z nomimdan, qolaversa mana shu yerda turgan mehmon va mezbonlar nomidan siz kelin-kuyovlarga bitmas tugalmas alangali baxtlar tilab qolaman. Shu yerda video operatorimiz Bo'raka nomidan hamda Jilikon nohiyasidan kelgan Yusufjon Sulaymonov nomidan hamda rangli chiroqlar ustasi Abdulla aka nomidan siz kelin-kuyovlarga yana bir bor bitmas tugalmas alangali baxtlar tilab qolaman. Baxtli bo'lingizlar. Tenglang chertada tor, istidodli matug'lon, siz uchun qo'shiqqa shay, Jilikonlik pahlavon. Bu yigitni tarifi tunlarda bo'ldi doston, bu qo'shiq kuylaganda hamma qoladi hayron. Balki buni tanimassiz, ismi kim deb so'rarsiz, o'sha san'atkor o'g'lon Yusufjon Sulaymonovga beramiz. Marhamat. Rahmat, sog' bo'ling. Yoshlar baxti bilan qo'shiqlar kunlar olib boramiz. Davom etamiz. Marhamat. Kunlar olib boramiz. Davom etamiz. Ko'zdan faroxating ketmay, qanus malohating ketmay, tildan jarohating ketmay, kuydirding kuydirgin. Ishq menga teskari bo'lsa, yo majlisinglar bo'lsa, laylidir senlar bo'lsa, kuydirding kuydirgin. Kuydirding kuydirgin, suydirding suydirgin. Laylidir senlar bo'lsa, kuydirding kuydirgin. Kuydirding kuydirgin, suydirding suydirgin. Laylidir senlar bo'lsa, kuydirding kuydirgin.